Yaxshi, zo'r ishlaganligiga bonus qilib berishadi oylikda. Ishlaganiga qarabda, tug'ilgan kunda hammani haligi tabriklab qilib qo'yishadi. Yaxshi ishlaganimiz munosabati bilan navbahorda o'tirish qilib berishadi. Indamazda qatnaydi. Uyimizda ishimizni oladi. Bu yerga tashlaydi. Ishimni yaxshi ko'raman. Ish sohamiz bo'yicha 4 yilcha bo'lib qoldi bu yerga kelganimga. Hamma tomonlama qulay, bizga yoqqan, sharoitlari yaxshi, oyliklari vaqtida. Mana shuni oldini bosib, cho'tkilab chiroyli qilib chiqarib beradi. Mas'uliyat bo'lsa, boshlig'imizga gap tekkizmasdan, keyingi safar masalan mana shu o'zimiz mana shu seximizdan birortasi kiyim oladigan bo'lsa ham, ana shu hayajonlanib ketdim. Nashetini kesib yuboraylik. Kesib yuborasizlar. Bittasi kiyim olib keladigan bo'lsa, keyingi safar yana o'shandan kerak deyish kerak-da. Bir safardan kelgandan keyin boshqa kerak emas demasdan. Meni solib kuldiryapti endi. Hamma kadrda ketdim o'zi. O'zimizniki qilib ishlaymiz shu yerda. Mana shu yerda boshlansa, bizga ham yaxshi. Oilamiz, hamma narsaga yaxshi bo'ladi. Nima boshqa joyga bormayapsiz? Oyliklari hammasi yoqadi. Ishlarimiz ham, boshliqlar vaqtida oyliklarimizni olamiz.